Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shokoladli rulet tayyorlashni o'rganamiz. Sizlarga kerak bo'ladi 30 gram kakao, yarim piyola suv, 150 gram un, 200 gram shakar, tuxum, bitta choy qoshiq razlixitel, bitta choy qoshiq Avalex, yong'oq va shokolad kerak bo'ladi. Ruletimizni, biskvitini tayyorlab olamiz. Tuxumimizni solamiz, shakarimizni solamiz, suvimizni solamiz, Avalex, razlixitel, un bilan kakaomizni elab solamiz. Barcha masalliqlarimizni 7 daqiqa davomida mikser baland оборотida mikser qilamiz. Biskvitimiz tayyor. Listimizdagi pergament qog'oz soldik. Xamirimizni solib tekislaymiz. Oldindan qizdirilgan duxovkada 180 gradusda 20 daqiqada pishirib olamiz. Biskvitimiz ham pishib chiqdi. Issiqligida chetlarini ko'chirib olamiz. Biskvitimizni ko'chirib oldik. Tagiga nam sochuv yozib oldim. Endi buni rulet shaklida sindirib yormasdan o'rab olamiz. Soviguncha shu holatda turadi. Endi shokoladli glazur tayyorlab olamiz. Buning uchun 3 osh qoshiqda shakar, 3 osh qoshiqda kakao, 7 osh qoshiqda suv solamiz. Bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Gazga qo'yib oldik. Chetlari qaynashni boshlayapti. Qaynab chiqqandan keyin gazimizni pasaytiramiz. Tinmay aralashtirib turamiz. Bo'lmasa tega olib ketishi mumkin. Tegasi quyilyapti. Glazurimiz tayyor. Gazdan olib, sovitib, krem orasiga qo'shamiz. Ruletimiz ham sovidi. Sochig'i bilan qog'ozidan ko'chirib olamiz. Ruletimizni kremini tayyorlab olamiz. Morojnilik krem qilib olamiz. Buning uchun 500 gram qaymoq, 380 gram sgushenное молоко, vanilin va shokoladli glazur kerak bo'ladi. Qaymog'imizni sovolamiz. Quyilgunicha mikser qilib olamiz. Qaymog'imiz ham quyildi. Molkoyimizni qo'yamiz. Quyilgunicha mikser qilamiz. Kremimiz ham quyildi. Vanilin, glazurimizni solib mikser qilib olamiz. Kremimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ruletimiz orasiga surib olamiz. Ruletimizning orasiga krem surib, yong'oq, shokoladlarni sepib oldik. Endi buni o'rab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shotkorlik bilan ruletimizni ham o'rab oldik. Endi ustiga kremini surib chiqamiz. Ustini shokoladli glazur bilan bezatib chiqamiz. Glazurlarni quyib oldik. Endi shokolad bilan bezatib chiqamiz. Shokoladli ruletimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta siz ham o'z yaqinlaringizga tayyorlab bering. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.